Dress-koda aksiya. Bu safar do'konimizga kelib, aksiyada menga yoqadigan kurtka topa olmadim deyishingizga umuman sabab qoldirmadik. 100% plashovkadan tikilgan, qalin, sovuqni umuman sezdirmaydigan kurtkalar. Xitoyda ishlab chiqarilgan, bularning fasollarini qarang, yetmaganiga kapyushonkalari ham bor, ichiga sifatli hala fiber ishlatilgan. Narxi aksiyada atiga 109.900 so'mdan. Bu kardiganlar 250 mingdan kamiga sotilmagan, lekin sizlar uchun bularni ham aksiyaga qo'yib yubordik. Sifatli to'qilgan materialdan qancha xohlasangiz yuvib keyin cho'zilib ham katushka ham bo'lib ketmaydi. Buni modellarini ko'pligini qarang. Narxi aksiyada 109.900 so'm. Xitoyda ishlab chiqarilgan mavsumiy qalin shimli, bellari ipli, buni qanchalik udobniligini aka ko'rib turibsiz-ku. Narxiga keladigan bo'lsa, aksiyada 79.900 so'mdan. Hozirgi ob-havo uchun eng ideal oyoq kiyimlar aksiyada. Ichlari nachosli, podoshvasini qalinligini qarang, nam havolarda ham umuman zax o'tkazmaydi. Har xil modellaridan bor, o'zingizga yoqqanini kelib, atiga 119.900 so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Bu aksiyamiz 29-noyabrdan 2-dekabrgacha bo'lib o'tadi. Dress-ko sifatni his qiling, narxini o'ylamang.